Sizga go'zal Toronto shahridan salom yo'llayman. I'm greeting you from Toronto. Hepinizi Toronto'dan selamlıyorum. Вас приветствую из Toronto. 1997-yilda men O'zbekiston televideniyasining xalqaro telekanalida huquq va burch ko'rsatuvini olib borishni boshlaganman. Ana shu ko'rsatuvlarning ilk sonlaridan birida men Mardikor bozoriga borib, Toshkentda ana shu mardikorlar bilan suhbatlashganman. Ular bilan mardikorlik qanday ish ekanligini va chet elga borib ishlashga ular qanday qarashlari haqida ular bilan suhbatlashgandim. Ana shu bundan 20 yil oldin qilingan suhbatni hozir e'tiboringizga havola qilaman. Bugungi kunga kelib, xalqaro miqyosda mehnat va ishchi kuchi taqsimoti bozori vujudga kelgan. Ortiqcha ishchi kuchlariga ega bo'lgan davlatlarning fuqarolari sanoati rivojlangan va ishchi kuchiga ehtiyoj tug'ilgan mamlakatlarga borib, shartnoma asosida ishlashlari mumkin. Siz Toshkent qaysi shahardan kelsiz? Men Surxondaryo oblast Denov rayonidan kelganman. Bu yerga nima maqsadda kelgansiz? Men shu yerda ishlayman o'zim. Nima ish qilasiz? Ilmiy tekshirish institutida anoda viruslar anoda ishlayman, elektrik ishlayman. Hozir bu yerga nima maqsadda keldingiz? Bitta ham 3 kun bekorman ismindan keyin. 3 kun mana shu yerda chiqib odamlarning uyida kerakli ularni elektrik chiroqlarini yoqib beraman. Mardikorchilik ishlarida. Xo'p, mana shu mardikorchilik ishlariga shu ish beruvchi kelganda qanaqa qilib o'zaro shartnoma tuzasizlar? Hozir shartnoma tuziladi. Masalan, unda qanday shartlar ko'rsatiladi? Shartlar shu ishingizni bajaradigan halol inoq qilib yoqib berishiga doir kelishasizda. Masalan, 3 qo'yib berdiydi yoki bo'lmasa uyda svit bo'lmay qoladi. Boshqa joylardan olib kelishga qiynaladi-da. Masalan, uchrashuvlarga boraman, ular katta shartnoma bilan borib qilib berishadi. Bizlar arzon narxda qilib beramiz. Masalan, bitta 300 so'mdan stanovka qilib berishi bilan 500 ga doir kelishamiz. Xo'p, mana shu bir kun qilgan ishingizga qancha haq olasiz? O'rta hisobdan 500 so'm. Mana hozir chet elga ishga jo'natishlar ham tashkil qilingan shartnoma asosida ish vaqti eshitganmisiz? Yo'q, eshitmaganman. Agar sizga shunaqa bir vaziyat, imkoniyat tug'ilib qolsa, chet elga borib ishlab kelarmidingiz? Ishlab kelaveramiz. Albatta boramiz. Hozir bunaqa ishlar ko'payib ketyapti. Masalan, oilalimisiz? Oila bor. Nechta farzandingiz bor? 3 ta farzandim bor. Demak, shu 3 ta farzandni tashlab chet elga borib ishlash kelish bu qanday bo'ladi? Sharoit shuni ko'taradimi? Sharoit hozir ko'taraveradi. Nima uchun hozir ko'taraveradi? Endi hozir erkinlik borda hammaga. Kim qayerda xolasa o'sha yerga borib ishlash. Demak, mehnatkashlarda xohlagan joyga borib ishlash huquqi bor demoqchisiz? Albatta. Anvar Abdurahimovich, mana respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin ayrim fuqarolarimizni shartnoma asosida chet elga ishga jo'natish tashkil qilindi. Bizlarga fuqarolarimizdan murojaatlar tushyapti. Mana shu chet elga borib ishlash istagini bildirgan fuqarolarimiz qaysi organlarga borib murojaat qilishlari mumkin? Birinchisi bu Mehnat vazirligi qoshida xorijiy muhojir mehnatkashlar bilan ishlovchi vakolatxonani tashkil qilish bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori va 1995-yildagi 408-qaror bu shaxslarni, O'zbekiston fuqarolarini xorijda shaxsiy shartnomalar asosida chet elga yuborish bo'yicha amalga oshiriladi. Bu deganimiz, demak, hozir respublikamizda xorijga ishga yuborish uchun ikki xil uslub mavjud ekan. Ya'ni birinchisi bu to'g'ridan to'g'ri Mehnat vazirligining vakolatxonasi orqali markazlashtirgan holda olib chiqib ketish. Ikkinchi yo'li esa bu shaxslarning o'zi xorijiy ish beruvchilar bilan shartnoma imzolagan taqdirida Mehnat vazirligiga murojaat qilsa, Mehnat vazirligi bu narsani ko'rib chiqib, bunga ruxsatnomalar berish ishlarini tashkil qilgan. Xorijiy mamlakatda vaqtincha yashayotgan va ishlayotgan fuqarolar o'sha mamlakatdagi qonunlar, o'rnatilgan tartib-qoidalarga rioya qilishga, mahalliy aholining tili, milliy qadriyatlari, urf-odatlarini hurmat qilishga majburdirlar. Yosh davlatimizni dunyoga tanitish, xorijda ishlayotgan O'zbekiston fuqarolarining
faxrli burchidir. Agar hozir ko'rgan lavha sizga yoqqan bo'lsa, video kanalimga obuna bo'ling va videolarimni kuzatib boring.